Altın Keş Abduri Halila İsrail Roman Kerem Töt 8. bab Yaqindan buyon ko'nglimga dadam e'tiborlab saqlab kelgan hollar tazkirasini tadqiq qilib beqish havasi tushib qoldi. Rasmni essam Saidiyat davri she'riyati temasida izinib yurib, tasodifiy bir fursatda bu kitobda ba'zi zo'r ma'lumotlarning borligini bayqab qoldim. Shuning bilan chaqata yezig'i savodimni mustahkamlash va to'liqlag'ash uni hozirgi zamon Uyg'ur tilida ishlab baxmoqchi bo'ldim. Bir tarafdan o'rgangash, ishlash xuddi yengli bilan quduq qo'lgandek tas bir ish edi. Ammo har bir bat uzilgancha qilayotgan ishimning ahamiyatiga bo'lgan ishonchim va qizg'inligim ortib bormoqda edi. Bir chog'larda gazetdan Chingizxonning Amerika qit'asidagi pushti haqidagi xabarni o'qiganim esimda. Darvaqa Chingizxon va uning o'g'illari qadim yetganlik zamonida o'zir bo'ysundirgan xalqning eng go'zal qizlarini amirga olgan. Uning o'g'illari hukmronlik yurgizish davomida yerli xalqlarning madaniyat, urf-odatlarini qabul qilib qolmay, qon jihatda ularga singishib ketgan. Necha yuz yillik o'zgarish ularning genini dunyoning hamma yeriga tarqatgan. Bu naqadar qiziqarli bir hol ha. Agar dunyodagi ashu xil gen alohidligiga ega bu odamlar bir yerga yig'ilsa, ularda qanday o'rtoqlik va farqlar bayqilar. Ishlagash ana shunday xiyollarni qilatdim. Bir tal ko'ni lampochka ambarni tam bo'ylab qator tizib etilgan ko'ni sanduq, karvat tagidagi ko'ni gaz o'choq, duxovka, beshik degandek narsalarni so'z yuritib turardi. O'tmishga, o'tgan hayotimizning har bir davriga, yaqin kishilarimizning aslimisiga bog'langan bu yodgorliklar orasida o'ltirib xiyol surish, o'qish, yesish mening odatim edi. Bugun ishlagan bir necha bat originalni kitobning orasiga qistirib, latiq o'rab asldagi joyiga qo'yib qo'ymoqchi bo'ldim. Ammo kitob o'ralgan latini hech nardan topolmadim. Amalsiz sanduqning burchigida turgan oq latin tartishim bilan uning ichidagi bir muncha qo'l yozmalar cho'lib chiqdi. Itdek qo'lim qoldim. Bular mening ko'p yillar ilgarigi oliy maktabda o'qiyotgan chog'larimdagi qo'l yozmalarim edi. Men ularni yo'q qilib ketdi deb yuratdim. Qarag'anda bularni men e'lon qilinmagan bir qism she'rim bilan qo'shib dadamga berib o'tgan bo'lsam kerak. Turmadagi vaqtlarimdami har qatim dadam meni yo'qlab kelsa, u yerga bu yerga tiqishtirib saqlab yurgan she'rlarimni bir amallar bilan unga beratdim. Keyin bu she'rlarning hammasi to'plamlarimdan o'rin olgan. Men unutib ketgan bu qo'l yozmalarim bo'lsa, har bir harf, har bir siziqlaridan kelmasga ketgan ashu yillarning hidini tarqatib shuncha pokiz, shuncha rattik saqlanib turibdi. Qo'l yozmalarimni varaqlagancha hayajonlandim. Tuyuqsiz bir batning beshida ko'zimga chiliqqan tonish bir mavzu yurak so'qishimni tezlatdi. Qo'llarimning beshimga o'rlab qolganini his qildim. Butun kuchim bilan o'zimni tutib olishga tirishdim. Cho'nqur nafas oldim. Titrab turgan qo'llarim bilan batlarni ratlab ko'ni divonga o'pdarroq joylashib oldim. G'uva yurtilgan ambar lapangshiganicha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bolalarcha sodda, tuz, tasvir, sof, go'zal tuyg'u bilan yoritilgan o'zgacha bir dunyo men qo'yniga oldi. Altın Keş 5 pardalik drama. Dramadagi asosli personajlar. Ansarboy, ma'lum yurtning cho'ng beyi, 40-50 yoshlarda, qarmoqqa mijozi chust, surlik ko'rindi. Og'ichi xonim, boyning keyingi xotini, 35 yoshlarda, esil kiyinib pardoz qilib yuradi. Gap usta, hiylagar ayol. Zuhra, Ansarboyning qizi. Dastlabda
10-11 yoshlarda, keyin 14-15 yoshlarda ishchan, oq ko'ngil, soyib jamol qiz. Xalichxon Og'ichxonimning ishonchli xizmatkori. Turahun Ansarboy oilasining xizmatkori ham harbiy kishi. Soil 40-50 yoshlardagi qiziqchi chechan odam. Shahzoda 2 nuka, 2 oqchashli ayol. O'rmonliqqa yashaydigan xosiyatlik mo'may. Xo'raz mekallarning rolini olgan 5-6 bola. 4-5 nafar ayol qo'shna. Birinchi parda. Parda ichiladi. Yap-yeshil o't-cho'plar qaplagan o't-cho'plar orasidagi yav gullar ichilib ketgan poyonsiz dala. Dalada o'tib yurgan top kala. Qo'ylarning nerisida chepib yurgan uyur yilqilar. Bir chata daraxtlar qarayib ko'rindi. Daraxtlarning orasida yez uylari, is chiqarayotgan turg'unlar ko'zga chiliqdi. Sahnaning bir tarafidan kulah janda kiygan bir sohil chiqdi. Sapoy ichilib naqshi aytadi. Yari Xudo oldida shahugada barobar, kimning yari Xudodir, kimning yari oltin zar. Oltin zarni bir tepib dunyo kezar qalandar. Allohu haq ya Allah, haq do'st ya Allah. Soilning oldidan bir to'p qo'yin haydab, bir padichi chiqdi. Soil uningga: "Voy qarim, to'xtasizlar. Sizlar haydab ketayotgan bu qo'ylar kimning?" deb so'raydi. Ansarboyning. "Al qo'ylarchi?" Ansarboyning. "Ya Allah, ya Hazrat. Undaq bo'lsa, oy, yilqilarchi?" "Kimning bo'ladi?" Ansarboyning. Soil tomoshabinlar tarafga qarab peshonasini tutib: "Ya Allah, bu yerdagi hamma narsa Ansarboyning o'xshamamdi?" deydi. Padichi: "To'g'ri dedilar. Bu atrofda Ansarboydek Toshqonboy yo'q, hamma uningdek sehiy odam yo'q. Mushu ko'z yetkisiz kang zimin Ansarboyning. Zimindagi hamma boyliq Ansarboyning" deydi. Padichining ishti sakrab qavashqa boshlaydi. Hav, Ansarboy, bu atrofda eng cho'ng boy, qo'rsoq to'q, ko'ngil sho'q, panohimiz Ansarboy. Hav. Bo'yniga qo'ng'iroq esilgan qo'zichoq sakrab maraydi. Ma, o'tning uchi bizningki, suvning suziki bizningki, ko'k osmonmi bizningki, kangrichilik bu jahon. Ma. Padichi it qo'zichoq chiqib ketdi. Yiroqdan to'y ko'chirib kelayotganlarning daqidumba nag'ma navosi anglandi. Ovoz yiqilishib, maba ot harbilar qatorlashib o'tdi. Soil o'tib ketayotganlarning biridan so'raydi: "Hoy qarim, bu to'y kimning to'yi?" "Ansarboyning to'yi. Boy akamiz xotin oldi, pul deganni topadak so'rib, boshqa yurtdan o'ylandi." "Boyning xotini yo'qmidi?" "O'lib ketgan. Rahmatlik esi mazlum edi. Yatgan yeri jannati bo'lar ilohim. Boy akam bolalarim qiynalib qolmasin deb, ishqi pishib, quli tatliq deb, tili hasal, dili navat deb, tallaq chekib turib oldi. Beshi bosh oyog'i tosh bo'lib ketgan ilohim." Qalandar: "Shundoq bo'lar ilohim." Nag'ma yiroqlashib, 11-12 yoshlardagi bir o'g'il bola bilan qiz bola sahnaga chiqdi. Qiz bola beshiga marjon to'ppa, uchisiga tovar ko'nglak, kimxob jilikka kiygan, chichi ushshoq o'rilgan. O'g'il bolaning beshida badam to'ppa, putida o'tik, uchisida to'n, beliga balboq bog'langan. O'g'il ochisidan so'raydi: "Acha, nimishqa harbidan tushib olding? Yura, biz mu harbidagilarga yetishib olaylik." "Sen ketavergin, men o'zim mengib boraman." Qiz ko'z yoshini surtdi. "Acha, nima bo'ldi?" "Anam esimga kelib qoldi, ukam. Esingdimi, anamning kasal yetib bizga qilgan gaplari?"
Ballarım, men endi sizlarni tashlab ketadigan bo'ldim. Sizlarni Allohga, undan qolsa dadamlar bilan o'zinglarga topshirdim. Ikkinglar bir-biringlarga ega bo'lib, ayrilmay yashanglar. Beshinglarga kun tushsa, dadanglarning o'ziga aytinglar. Shuni esinglarda chin tutinglarki, bu yurt, uy makon sizlarning. Bu yerdagi hamma boylik, chorva mol sizlarning. Sizlarni hech kim bu yurtdan, bu uydan qo'g'lab o'tolmaydi degan edi. Esimda ocha, men onamni bek sevgandim. Men bugun asli dadamning yonida o'ltiray degan edim. O'gay onam meni tushirib etib, o'zining bolalarini yeniga o'ltirg'izib oldi. Xafa bo'lma ukam. Bizning yanada dadimiz bor. Dadimiz bizni qo'g'daydi. Men seni qo'g'dayman. Har qanday ishga duch kelsang, menga degin bo'lamdi. Ma'qul ocha, yura biz mong'ayli. Ocha uka qo'l tutishib sahnadan chiqib ketadi. Soyil sahnaning oldi tarafiga kelib, sirli qalb bosdi. Qadrli tomoshabinlar, vaqa endi boshlanadigan qiladi. Bu yerda sirliq bir shaxs paydo bo'ldi. U kim? U Ansarbayning yangi og'ichisi. Qani bu bir oila kishilarning keyingi taqdiri qandoq bo'larkin? deydi. So'zni tugatib, tomoshabinlarga ko'zni qisib qo'yib, naqshi aytqash yo'lga ravon bo'ladi. Men qalandarim bandiman. Alloh, ya Alloh, kiydim kulahu, jandiman. Alloh. Ikkinchi parda. To'y bo'lib birer yildan keyin Ansarbayning yasida ayvon saroylari, cho'ng o'ylining bir chetidan bog'ning ishiga, xizmatkorlarning uyi, oshxonaning bir burchiga ko'rinib turadi. Uy tarafdan Ansarbayning "To'rak, voy to'rak, harmoni qo'sh, bo'l chaqqan" degan ovozi anglandi. Xizmatkorlar uydan to'raqin yugurib chiqib keladi. Xo'roz bir to'p mikyanni boshlab o'ylaga kirdi. Xo'roz qiq, xo'roz birla mikyanjiq. Mikyanlar chik, mikyanjiq. Sevatlarda tuxumliq. Birlikda Ağcı xenim baxo'shal, Ansaybay andin xo'shal. Kaptarlar o'ksib bo'qul tushidi. Bek uval, balalarga bek uval, qo'q, bek uval. Mehmonxona uyidan Ansarbay chiqdi. Ağcı xenim orqasidan chiqib, boyning yipak to'nining bu yerni o'ngshaydi. To'nning tashlarini tortib tuzashtirdi. Balbig'ini yeshib boshqadan chigidi. Bayga naz karashma bilan erkilab. To'libak yo'llariga qartib taqassa qilmay, baldiroq yetib kelsizlar, begim, deydi. Dadasining keyin peshayvonga chiqqan Zuhra xonim bilan uning uksini ikki tarafiga elib, bo'ylardan quchoqlab turib, "Voy jinim qo'zichoqlarim, dadanglarga Alloh omonat danglar", deydi. Balalar tanglar. "Allohga omonat dada, oq yo'l bo'lsin", deydi. Ansarbay balalardan bakrak ularni ikki yinaga elib, bo'ylarini siylab turgan oq tisidan xo'shal bo'lib, "Xo'sh balalarim, Allohga omonat. Onanglarning gapini obdan anglanglar", deb chiqib ketdi. Eshikning teshidan "chuh, tirt" degan ovozlar bilan harbining mangan ovoz anglanib, yiroqlab ketdi. Ağcı xenim ikki balani tutib turgan qo'llarini ittik tortib elib, zardi bilan "Yiqilish, yetim o'g'loqlar. Taloq chiqib o'ynash. Bir kim chaqirmog'icha uyga kirguchi bo'lishma", deydi. Orqaga qayrilib, ovozni ko'tarib, "Oltin xenim, pasha xenim, qizlarim, qanisilar?" deganicha uy kirib ketdi. Qo'lg'anda bo'lgan ikki bola beshini tuvan salqinicha sirtqa qarab mangdi. Xo'roz mikyanlar bilan kaptarlarmi ularga agishidi. Xo'roz mikyanlar "Qo'q, biz ko'rdik, endi qanday qilg'uluq?" Kaptarlar
bek uval, balalarga bek uval. Shu paytda eshik tubida Soyilning ovozi, naqsi anglandi. Fatimamning ko'nglagi 70 yerda yamog'i, anjurning yaprog'ida yamab kiygan Fatima. Ya Allahu, ya Allah. Haq do'st, ya Allah. Sadiq balani yer, tov gunohni yer. Oqchiqinim qora bo'rondek tutilib chiqib, Soyilni tillaydi. Bu javoynimak. Ketkur to'ymalar. Qurib ketkurlar. Attigandan kechgacha oyog'i uzilmagan. Os bersa rozi bo'lmagan, chiq bersa jon to'shimagan. Oshxona tarafga qarab tovlaydi. Xalichxon, oy Xalichxon. Oqichxonim o'zi shahardan elib kelgan pakar bo'yni qisqa, pit ko'z oshpaz ayol yugurib chiqib ta'zim qiladi. Xo'sh xonim, nima xizmatlari barkin? Avu nafsi baloga bir parcha non tashlab berib, eshikni dam silib taqib, qozonga go'sht silib, ittikrab pishirg'in. Aha, ahmaq boy bilan yetim o'g'loqlari paydo bo'lguncha quloqning tinish vaqtida qo'rsoqni to'qlab olaylik. Buni aytdik. Xo'sh xonim. Xalichxon ta'zim qilib, oshxonaga kirib, non elib chiqdi. Nonni qalandarga berdi. Qalandar uningga atab uzun duo qiladi. Uning gapidan erib ketgan Xalichxon tomoshabinlarga qarab so'zlaydi. Viyay, ajab shirin so'zlarni qildi ya. Maqalandar o'zimga xiri kelishgan yigit ekan. To'xta, uni bir nima qilib o'zimga qartib olay. Hoy, oshiq, o'zlariga qarsam, xeyli birdam yigit ekanlar. Ma uyda o'tin yaradigan ish bor edi. Qilish beramla, haqlarni obdan berman. Sizlarning ishlarini qilish bermam degan xinem. Janim bedandislar. Soyil kirib, xoltisi bilan qo'lasini silib, bir chetga qo'yib qo'ydi. Xalchxon uningga paltini olib chiqib berdi. Soyil o'tinni to'shib, o'yliga olib chiqib bo'lib so'raydi. Xalichxon, uydagi bolalar ko'rinmaydi-ku. Ko'rinmay, ne ketadi? Ansarboyning yetim o'g'loqlarini Oqchiqinim o'ynab kirish deb taloq qo'g'lib etdi. Qo'g'lib etib, xo'p qildi. Bo'lmasa atdan kechgacha dugdib o'tirib olgan odamning ko'ziga sat ko'rin. Oqchiqinimning advorliqlari yatqat ko'rpining ustida uxlab yotadi. Voy xudoyim, sho'rib qaynab ketdimiki, vaqtida akirib beray. Ishchi bilsin oltin pashaxallari. Oshxonaga kirib ketadi. Bir ko'rni ko'tarib chiqib, saroy uyga akirib ketadi. Soyil paltini qo'yib, tomoshabinlar qarab so'zlaydi. Tala mushigi, uy mishkini qo'g'lagandek ish bo'lyapti nima bu uyda? Hey Ansarboy. U xotinning maymundek bo'yib olgan chiroyi bilan shirin shekar so'zlariga oldinib ketibsan-da. Ko'rdig'ini kuning bar o'xshamabdi o'sini. Xalchxon saroy uydan chiqib, uning oldiga keladi. Hoy, oshiq, o'zlari bilan o'zlari nima deyaptilar? Ansarboyga havas qilyaptimlar qachon? Bu sahroliq Ansarboy bizning xinimga uylanib, dunyoga boshqadan turalganda, tush ko'rayotgandek yuriydi desizlar. Bizning bu xinim osmondagi yulduzlarning yorishini, yer tagidagi yillarning kushishini biladi. Qaylab tursizlar? Uzun qolmay bu yurt, bu haddi hisobsiz mol dunyo bizning xinim bilan qizlarga tava bo'ladi. Undaqda boy bilan ballarıçı, ular qandaq qiladi? Qo'ysizlar. Undaq ahmaq, go'l odamlar xinimning chakarlig'im yaramaydi. Hoy, Xalchxon. Bu dunyoning egisi bor. Bu dunyoning odil tarozi uning qo'lida. Yomonlik qilganlar o'ziga qiladi. Egisi kimni aziz yaratgan bo'lsa, shu aziz bo'ladi. Kishining haqqi kishiga osh bo'lmaydi. Oqchi xinim chiqadi.
Sayilni ko'rib yana g'azablandi. "Ey Halchak, bu qalandar nima ish qiladi bu yerda? Bir parcha non berib, haydabat, dedim-ku men. Chiq oldamchi uydan. Ikkinchi bu so'g'imga dastiguchi bo'lma. Chiqar qalandar." "Ma'qul xinim, ma'qul. Men chiqay." Qalandar ko'lah jindisi bilan xoltisini oldi. Ko'lahni kiyib, sapayni chilib, naqsh o'qig'ach chiqib ketdi. Sen dunyo. Allah! Kimga vafo qilding sen? Allah! Men degan yoranni Allah, ya Allah, yer qo'yningga olding sen. Allah! Og'ich xonim uy tarafga minib ketib berib, to'xtab qoldi. "Halchixon, hey Halch xonim. Meyerkilar, yaqinroq kel." "Xo'sh xonim. Ansarboy, nimaga amroq? Bilamsa?" "Bilma xonim, cho'churga amroq." "Ha, aqling bor jumu sening. Man qara, bir tal cho'churni qiymisining o'ttirig'a mana buni silib tugisan. Bu cho'churni ayrim pishirib, bayning qatsisiga silib qo'ysan. Bu degan quvvat to'g'risi. Yegan odamning xo'sh qilib kayfini ko'tardi. Lekin bu ishni og'zingdan chiqaruvchi bo'lma. Bildingmi? Bo'lmasa jiningni olaman." "Xo'sh xonim." Halchixon yerga qarab turdi. Og'ich xonim uyga kirib ketganda tomoshabinlarga qarab ko'zini chekchaytib sirliq ohangda so'zlaydi. "Boya men demabmidim. Mana deganimdek bo'ladigan bo'ldi. Quvvat to'g'risi deydi tig'i. Bo'ldi. Men hech nima demagan bo'lay. Sizlarmi hech nimani anglamadinglar. Men kirib cho'churamni tugay." Mungluq musiqa ovozi anglanib turdi. Bir pasdan keyin harbi keshning ovozi anglandi. Boy qo'shal xo'ramalda o'yliga kirib ketadi. Og'ich xonim o'yliga yugurib chiqib, nas xuluqlarni ko'rsatib, har yon to'lg'inib, hardiq so'raydi. Kiyimlarini qaqidi. Uydan tovar ko'rpa, tagilarni elib chiqib, supaga soladi. Boyning to'nini, o'tigini soldiradi. Halchixon Abduva chilapchini elib kelib, boyning qo'liga suv beradi. Boy qo'lini, yuz-ko'zlarini yuydi. Og'ich xonim oppoq, yumshoq lungini tutib turdi. Boy yuz-ko'zini surib yurib bo'lib, ko'rpaga yan boshlaydi. Og'ich xonimmi amroqlik bilan yinida o'ltirg'izdi. Boy: "Bolalar ko'rinmaydi-ku." "Bolalar bor. Oltin xonim, pasha xonim chiqib boy dadanglar bilan ko'rishinglar." Oltin xonim bilan pasha xonim erinchaklik bilan chiqib, onasining ikki yinida o'ltirdi. Og'ich xonim boydan bo'yan qaravotqaligini ko'rib: "Halicha, oy Halicha, avi qo'zichoqlarimni chaqirib kirgin" deb buyurdi. Boyning bolalari kirib, og'ich xonimga qo'rqimsirab qaraydi. Og'ich xonim darhol chiroyiga kulki yugurtib: "Voy, yurak parlarim mening, jidim qo'zichoqlarim mening, qo'rchiqinglar ochdimi? Mana, g'izo hozir tayyor bo'ladi" deydi. Ikki bola aymangan holda bir chetga berib o'ltiradi. Boy amroqlik bilan ulardan uni so'raydi. Ammo ular yurakli gap qilolmaydi. Ha deb uyga onasining ko'ziga qaraydi. Boy mag'rur bilan kulib: "Onanglardan qo'rqatamsizlar? Qo'rqmanglar. Meni qandoq ko'rsanglar, uni shundoq ko'ringlar. U sizlarning onanglar, sizlarga bak amroq, u doim sizlarning lig'iminglarni yeydi" deydi. Bolalar bilan bir-biriga qarshi qo'ydi. Jim o'tirishdi. O'g'siga kaptarlar bu yo'q o'ldishidi. Boq, Ansarboy, ko'zingni och, bilib ol, bolalarga bak uvol, boq, bak uvol. Xo'roz bilan mekallarmi o'yliga kirib qaqahlashidi. Qiq, Ansarboyning ko'zlari sehrlanib qiliqliq. "Hay Ansarboy, ko'zingni och, bilib ol." Ansarboy to'g'laydi. "Voy, qaysinglar bor? To'qlarni olib chiqib, kattaga solib etinglar.
Nima parakandishlar bu? Boshini og'irtib. To'raqun chiqib tovuqlarni qo'g'laydi. Tovuqlar qaqaqligicha sirqa qarab mangdi. Qiq. Ansarboyning ko'zlari sehrlanib qiliqliq. Kaptarlar to'xtamay boqildishidi. Ansarboy o'ziga qarab, "Kaptarlar bugun ajab mo'ngluq boqildishib ketdi ya. Bizga havas kelyaptamdi, nima?" deydi. Oqchiqinim bilan qizlari kulishdi. Xalchixon supiga dasturxon silib, masiq elib keladi. Arqadan patnusqa tizilgan chinlarda cho'chir elib keladi. Oqchiqinim ko'zni Xalchixonning qo'lidan olmaydi. Ko'zga tikilib qaraydi. Xalchixon uning chandurmay boshlang'ich qo'ydi-da, eng cho'ng chinni Ansarboyning oldiga qo'ydi. Boshqalarga navbat bilan osh kelib berdi. Ansarboy: "Ajab mizlik puraydi bu osh. Xalchixon tamoq etishni na'dimi o'rgangan bo'lg'oydi", deydi. Oqchiqinim kulib: "Osh o'xshagan bo'lsa, olsli xo'jam. Qani qo'zichoqlarim, hammanglar oshga beqinglar", deydi. Bir qo'shiq oshni og'ziga opirib, yerning tegidan bayga qaraydi. Bayning oshni masa qilib ichayotganligini ko'rgandan keyin oshni og'ziga soladi. Oshni chaynab etib, yana bayga qaraydi. Chiroyda bir jiddiylik, taqqasoliq bilinib turadi. Kaptarlar yana bo'qildashga boshlaydi. Bay oshni ichib bo'lay deganda, ushtum tut qattiq og'riq dastidan ikki pukilinib qoladi. Gap qilishga ulgurolmay, ittik og'chiqinim qaraydi. Og'chiqinimning o'diqib, qo'rqimsirab turgan chiroyiga qarab, ishning tegi yetganda chekchib qaraydi. Yeniga burilib, "Bollarim" degunicha ketib qoladi. Og'chiqinim oldi to'g'ri qilib yig'lashga boshlaydi. Qizlari qiyachiya qilishib onasiga esildi. Zuhra xonim bilan kichik o'g'il yig'lashib Ansarboyga esildi. "Dada, jinim dada, bizni tashlab ketma dada." Xalchixon bilan Xarbekash yugurib chiqdi. To'raqun Ansarboyning bo'yin tomirini tutib beqib, "Allohning dargohiga ketib bo'libdi", deydi. Gumon bilan chinidagi oshni qo'liga ilib qaraydi. Uni opirib mushuk to'kib berdi. Mushuk oshni shalabshitib ichib bo'lib, oftobda yetib tuklarini yalashga boshlaydi. Oqchiqinimning ko'zlarida zaharli kulga paydo bo'ladi. Zo'ngsuyib o'tirib, bayning yonchuqlarini aqtirib, bir tiziq osh qushni ilib, yinaga soladi. Turaqunning yordamida bayni ko'rpida tub-tuz yotqizib qo'yib, enkini chatadi. To'xtamay yig'layotgan ikki balaga "Zuvoningni o'chirish, yetim o'qliqlar", deb zarda qiladi. Xizmatkorlarni o'yilni yig'ishtirishga buyurib, qizlarni agashtirib, oshqushlarni jiringshitib, saroy uyiga qarab mangdi. Turaqun bilan Xalchixon peshayvon ostiga chala qo'ymay, kigiz gilamlarni silib, ustiga tam bo'ylatib ko'rpa soladi. Xalchixon bolalarning beliga oqpoqlaydi. Mo'ngluq musiqa ovozi ichida bolalarning o'ksib yig'ilgan ovozi anglanib turdi. Sirtdan qo'lim qo'shnilar al-jamoat kirishga boshlaydi. Oqro'mal ustiga so'zlar tomoq kiygan, uchsizig'i uzun qora chayon kiyib, beliga oq bog'lagan Oqchiqinim qo'lidagi osni to'quldi tutib, yerga urib, qo'shaq etib yig'lashga boshlaydi. "Voy Rabbim, Rabbim, o'lib qolar demabdiman. Meni o'tda qoldirib, ketib qolar demabdiman." 3-parda. Ansarboy o'lib ketib 2-3 yildan keyin Ansarboyning o'ylisi aqrobalni chegilab chekkan, tovar ko'nglak maqmalchilikka kiygan, quloq bo'yin bileklarida oltinlar bolalab turgan Oqchiqinim to'rda qo'sh ko'rpalar ustida yonpash yotdi. 14-15 yoshlarga kirib qolgan, kiyim kechaklari yirtiq, puti yalang oyoq, yirtiq ro'molni taraqsiz sochlari bilan turgan Zuhra uning oldida yugurib o'ltirib, putini tutdi. Tavardan o'ralgan ikki qiz saroy uydan yugurib chiqib, bir-birini qo'qlashib, o'ynashga boshlaydi. Zuhra mayus kishida ularga havaslanib qaraydi. Tuyuqsiz Oqchiqinim varqirab, chechilib ketadi. Divanning qizi, qo'ling nimancha qattiq sening? Jinimni alay demsan?"
Zöhre yığılamsırap. "Men hiç nima qilmadim, ağaçxenim" deyişiga kaçtığa birini silip o'ngdisga uçurup etadi. "Çık baskana, ko'zimda yo'qol. Men gap yondirib ha? Men olib ha? Bilib qo'y shuni. Tilingni uzun qilsang, tilingni kesaman. Alaysang, ko'zingni uyuman." Xenimning erkin aynab qizlari kulishib uni masxara qiladi. Harbi kech Turahun ishti kelib uni yulaydi. Qiz o'rnidan turib: "Rahmat Turahun dada, mening bu uyda turishimmi harom bo'ldi. Men ukamni ko'rib kelay. Uni ko'rmagili xeli bo'pti. Bechora ukam pashi bilan salchiqi yem bo'lib, jangalda yilqining orqasida yuruydi. Bu uyga oyda yilda birar qitimni kelolmaydi. Bir hisobda shundoq bo'lganim yaxshi ekan. U yerda tayoq yemaydi, tildashdan eshitmaydi" deb sirqa qarab mangadi. U chiqib ketishi bilanla Ağaçxenim Turahunni oldiga chaqirdi. "Turahun, ay Turahun, bu yoqqa kel." "Xo'sh, Ağaçxenim, nim buyruqlar bar ekan?" "Menga qayla Turahun, ati jangalga o'tin keskili barimiz" deb Zöhrani aldab berib, u yerda o'ltirib, o'likini ko'mib etib kelasan. Men buningdan bir qutulay. Ukisigo hozircha tinish, yilqilarimni bo'lsimi beqib berib atadi. Lekin mavuning xo'yi bek yomon. Bizni birni desam, ikkini deydi. Ishqi buyursam, ko'zimga tikilib turib oladi. Dadisining tapqan taginni tugatkili ne vaq? Bu sahralik divanning bollarini men bequvvatman. Qachongacha boqaman? Birsidan bo'lsin qutulay" deydi. Turahun o'yinni turib ketib: "Bo'ludi Ağaçxenim, o'zir deganda qilaman" deb ta'zim qilib chiqib ketadi. Musiq ichinib turdi. Kattarlar bo'qildishidi. Peshayvonga bir qush qo'nib mungluq sayraydi. "Tur, Rahun yaq, tur, Rahun yaq, yenimdeki balığı baq, yetimning haliga baq." 3-parda. Arasıga kun o'tmaydigan qalin to'g'raqliq qushlarning har xil ovozda changlag'an sayrish anglanib turadi. O'rmonliqning bir chetidan harva chaqining g'ichirishi, harva keshning harvini to'xtatgani anglandi. Beliga palto qistirgan Turahun Zöhrani boshlab sahnaga elib chiqdi. Zöhra atrofning go'zalligiga, qushlarning sayrashiga maftun bo'lib, u yerga, daraxtlarga, qushlarga qarab ketdi. Turahun tomoshabinlarga so'zlaydi: "Qaranglar, Ağaçxenim niyetining yomonligiga, Ansar boyni o'ldirib, uning boyligini egallab bo'ldi. Ativorliq bolalarini malaytida qilib atadi. Bechoralar yig'ildi yetib, oshning suyini ichib, nonning kuyigini yeb, kun o'tkazib atadi. Bu xotin amdi kech kunduz mushu bolalarni ko'zini yo'qotishning qo'yida. Shu Azazul jadigar xotinning qo'lida o'lgandan mushu jangalda qolgan yaxshiroq emasmi? Tarixasa bir rahimdil insonga uchrab qolar." U Zöhraga qarab so'zlaydi: "Xenim qizim, sizlar mushu yerda o'ltirib tursizlar. Men o'tin kaslab kelay. Qo'rsoqlari assa, ma nonni yeslar" deb balbig'idan bir zag'irni elib berdi. "Ma'qul Turahun dada, bu yer bek chiroyli ekan. Men o'sha yerda o'ltirib turay" deydi qiz va daraxtning qushlarning pirildab uchishiga qarab tortadi. "Ey Allah, menga mushu qushlardek bir jup qanot bersam-chi kashki. Mushu qushlardek bir yoqlarda uchib kelsam, rahimsiz o'yga onamni qayta ko'rmasam, bir chog'larda jannatim bo'lgan. Hozir men uchun do'zax aylangan uyimga mangu oyoq bosmasam." Daraxtdagi qushlar bir-birlab uchib kelib, uning mo'risiga, qo'llariga qo'nadi. Chiroyli saylab uning ko'nglini ochdi. U yendagi zag'irni qushlarga uvab berdi. Yo'pirmoqlar orasidan tushib turgan so'z kun nuri bara-bara o'chishga boshlaydi. Zöhra birdilla atrofga qarab tashvishga tushib qoladi. "Turahun dada, sen qayerda? Turahun dada" deb varqiraydi.
Uyan bu yana yugurib beqib to'xtab qoladi. Qushlar uning beshiga agishib, ansiz sayrashidi. Vichirvich, qarong'i tushdi, xatarlik, tang, bo'ri kelyotidi. Tak, iyiq kelyotidi. Vich, chir, bir qizchaqni qo'g'dayli, uningga yo'l boshlayli. Vich, chir. Unda bir yog'och uy, ham rahimdil bir mo'may, qizchaqa yo'l boshlayli, u xatarda qolmag'ay. Yiroqdan bo'rining huvlagan ovozi keladi. Qizchaq qo'rqib titraydi. Qushlarning ba'zilari ro'mining burchigini, ba'zilari ko'ngligini tishlab, uningga yo'l boshlaydi. U qushlar bilan birga chiqib ketadi. 4-parda. O'rmonlik kichik yog'och uyning eshigi va ichi ko'rinib turadi. Oqchashliq, oq ro'molliq bir mo'may qari chiroq yo'riqida chaq egirib o'tiradi. Bo'sh, yengil, yaqinlik musiqa ovozi anglandi. Yiroqdan qushlarning cho'qraqshlari, odamning oyoq tevishlari anglagan mo'may o'rnidan turib atrofni tingshaydi. Orqadan eshik oldiga chiqib, yiroqlarga qaraydi. Qushlar yetilgan Zuhra yetib keladi. Mo'mayni ko'rib, itdek yugurib kelib, "Assalomu mo'ma" deb egilib salom qiladi. Mo'may, "Kel qizim, yolg'iz mo'manga hamroh bo'lg'il keldingmi?" deb qizning peshonasidan suyib uyga boshlaydi. Qiz uyga kirib Fatiha o'qib, mo'mayni hol ahvol so'raydi. Mo'may uningga javoban hol ahvol so'rab bo'lib, uni o'ldirg'izib, choy g'iza ilib keladi. Orqadan so'raydi: "Chiroyingdan qarasam, peshonang nurliq, diling yo'riq, esil bir qiz ekansan. Ammo holing parishon ko'rindi. Qaysi baxtli uyning chirig'i, qaysi gulshanning gulisan qizim? Bu yerga nima hojat bilan kelding?" "Men bir shur peshona yetimman ana. Tag'am bilan jangalga o'tunga kelib ezib qoldim. Allohning meni sana yetkazganiga ming shukr" deydi qiz. Mo'may, "Undaq bo'lsa, mening yonimda bir necha kun tur. Seni o'zim yo'lga silib qo'yaman. Ansirma" deydi. Qizga o'rin silib berib, "Ma'uchaq ajab putlashdi. Ab chiqib cheqiver. O'chaqqa tuturuq bo'lar" deb tapalab uyquga ketadi. Zuhra chaqning oldida o'ltirib, sivatdagi ushni egirishga boshlaydi. Ushni egirib bo'lib, sivatni qo'ziqqa ilib, chaqni takchiga qo'yib qo'yadi. Atiganda Mo'may, "Hech mijasim yo'q turdi. O't cho'p silib, suyuq silang osh etib bergina qizim" deydi. Zuhra yengdan turib, xamir yo'g'irib, taxtada cho'pni chashdak kesib, yolpuzning yumron ko'kini silib, osh etib Mo'mayning oldiga ilib keladi. Mo'mayga bir qo'shiqni ishkizib qo'yadi. Mo'may yana: "Men bir uxlab, tarlinib olay qizim. Sen uyni supurib, axlatni eriq to'k. Kulingni adalab, kulini beshingga to'k" deydi. Zuhra uyni pok supurib, kulingni adalab, axlat o'risiga, kulni uyning orqasidagi askalga to'kadi. Qaytib kirib, chaq egiradi. Mo'may uyqudan uyg'onib, "Etib bergan ishingni ichib yengil qo'pibdiman. Rahmat qizim" deb Zuhraning sochlarini silaydi. Shu an Zuhraning asldagi chechik o'rniga vildab turadigan uzun ham qo'yiq sochlar o'nib chiqadi. Mo'may uyning oldiga chiqib, qo'lini egiz ko'tarib, olqinni bir-biriga urishiga 3 ot qo'shilgan yasida mab paydo bo'ladi. Mabida bir sandiq bor ekan. Mo'may Zuhraning qo'ni kiyimlarini soldirib o'tib, badanini xushbiroq suvlar bilan yuvib, sandiqdan esil kiyimlar bilan bakmi chiroyli bir jup oltin kashni ilib, unga kiydirdi. Zuhra Mo'may bilan qo'shilib, harbiga chiqdi. Bir to'p qush uningga yo'l boshlab mangadi. Yog'och uy g'oyib bo'ldi. Arqa ko'rinish har xil o'zgardi. Harva go'zal o'rmonlardan, go'zal ichilib ketgan yan bag'irlardan suvlar shirildab eqib, o't cho'plar yalpinib turgan yayloqlardan o'tadi. Harva
bir daryo bo'yiga kelganda Zuhra birpas aram elib uchun suv bo'yiga tushadi. Qo'lini suvga chilab, o'zini unutgan holda suv ichib o'ynashga boshlaydi. Tuyuqsiz bir kiyik o'g'liqi uning oldiga kelib yiqilgancha aqildab titrab o'rnidan tura olmaydi. Zuhra darhol kiyik o'g'liqini quchog'iga ilib suv ichgizadi. Siylab paplaydi. Kiyik o'g'liqini qo'g'lab kelgan shahzoda bilan nökerlar nerdan qarab turishdi. Nökerlar kiyik o'g'liqini ilib olmoqchi bo'ladi. Ammo shahzoda ularni to'sidi. Zuhra kiyik o'g'liqini quchoqlab harba tarafga yuguradi. Shahzoda hayronlik bilan mahliyalik ilkida uning orqasidan agishidi. Ammo harvaga yetisholmay qizning putidan tushib qolgan bir pay oltin kashni ko'tarib sahnaga qaytib keladi. Bu sohib japon kimdi? U chuqum bir malika yoki katta oilaning e'tiborli qizi. Uning go'zalligi, rahimdilligi, nazokati meni asir qilib oldi. Men uni cho'qim izlab topaman. Nadim bo'lsin topmay qo'ymayman. U mening malikam, bolalarimning onasi bo'ladi, deydi-da, nökerlarni boshlab darhol yo'liga ravon bo'ladi. 5-parda. Anzarbayning hovlisi hamma ko'rinish ilgarigidek og'ich qinim ustida qat-qat ko'rib yostiqlar ustida yot boshlab yotadi. Xalijxon yo'g'on yelp bugush bilan uni yelpib turadi. Zuhra bir chetda o'ltirib, tog'ordagi bug'doyni g'alvar bilan tasqab ügüt etadi. Ishning sirtidan sapay ovozi qalandarning maqsi olindi. Men qalandar bandiman Allah, kiydim kolahu, jandiman Allah, eshigim o'ruq desa Allah, ya Allah, yo'g'on tog'orni ordiman Allah, o'rdixonning langirida Allah, choylar qaynab turadi Allah, necha hojatman kelib Allah, ya Allah, choylarga qaylab turudi Allah, Allahjon, Allah, Allah, Allahjon, Allah, Allah. Yana nereden keldim o divana? Tünögün yaqqadlanning tushib ketganini berib, haydib etdinglar uni. Ochiqinam xafa bo'lib, Xalijxonning qo'lini shiltiydi. Xalijxon xo'jayiniga qarab, qapqini suzib qo'yib, "Henem, soil deganni rozi qilmasa bo'lmaydi. Sadaqa balani yer, to gunohni deydigan gap bor. Naqsni anglamadingmi? Choyning gapini qilyotdi. Bir piyola choy berganga kambag'al bo'lib ketmasmiz?" deb o'rnidan turib qalandarni hovliga boshlab kirdi. Qalandar hammaylanga cho'nqur ta'zim qiladi. Og'chiqenim tushib qaptiman. Mushu uyning o'ttirisidan bir oltin buloq etilib chiqibdi-da. Og'chiqenim buloqqa 5 cho'kib ketayotgandek. Uni tartib chiqaraman deb Xalchixonmi cho'kib ketib borgudak. Buning qaylaganda ikkilari baxt saodatga ko'milib ketadiganlar, deydi. Bu gapdan Og'chiqenim bilan Xalchixonning gul qaqalari ichilib ketdi. Xalchixon qalandarni o'ltirg'izib, oldiga non bilan choy qo'ydi. Og'chiqenim tomoshabinlar tarafga qarab, "Ma'u Xalichakmi, beshimga bir balo bo'ldi. Hamma ishingni bilaman" deb mushukni pashimaydigan bo'lib oldi. Hech ish qilmay, men bilan xina maqtalishib, to'rga chiqib o'ltirgan deb bo'lib Zuhraga qarab hasab bilan vaqiraydi. "Hey, zo'rak! Hanqib o'tirmay, ishingni chaqarroq qil. Bundaq gaplarga quloq solishni kim qo'yibdi sana? Pasning qizi." Yana tomoshabinlarga qarab so'zlaydi. "Ma'udraxun degan tuzko'r jangalga opirib jinni olmay tirik boshlab akapti. 3 kun bo'lganda uyni deb yetib keldi. Eshikdan kirib-vassa qaysi bekzotning xinimiki deb qopdimiz. Chash degan tapiniga tushidi, chiroyi qaymoqni yug'urgandek oq. Bir sanduqda liq esil kiyib, putida oltin kash. Lekin kashdan bir peyi tushib qopdimish. Xo'popti toza. Kiyimlari bilan kashni soldirib oldim. Endi o chashlarimi bo'lsa, ko'p tugusin deb 2 kunda bir yo'g'on to'nurga non yoqqizyapman.
bu yetim oğlaqni. Sayil nimdidir esiga olgandek so'raydi. Anlasam, oltun paşaxanlarım jangalda ezib qilib, o'tinchilar akilib qo'yibdimish. Ras shundaq ishlar bo'ldimi? Xonlarimning ahvoli qandaqroq? Aqchiqanim. Qandaq bo'ldi? Bek obdan Turaqin tag'isi bilan jangalni ko'rib kelimiz deb berib, yo'ldan ezib qapti ekan. Taliga yaxshi odamlar uchrab qapti. Xalichxon chiroyini purishtirib tomoshabinlarga so'zlaydi. Bek obdan tas qapti o'lgili. Haqqi qilgan qasdi o'ziga yenibdi. Bir qizi o'choqning kulini beshiga to'kib, ukligan qoldek bo'lib ketdi. Yana birsi bo'rdan qochimanda yiqilib to'kir bo'pti. Sayil. Hanim bo'lsa, Xudoyim saqlabdi. Har kim qilsa o'ziga qiladi. Haqqi qo'ligan o'rg'a o'zi tushidi deydigan gap bor emasmi? Aqchiqanim, kishiga yomonlik qilmagan ekan. Saray uydan urushib tilashgan, yig'ilgan ovozlar anglanib, Oltin xonim bilan Pasha xonim bir-biri bilan tatilishib, yumaloqlashgan holda o'yliga chiqib, Xalchxon itdek qo'pib ularni ochirdi. Beshi kuyib, ütünüp ketken Oltin xonim onasiga "Voy beshim, mavu to'kirmishim ko'rib, bo'za qilyapti" deb arz qiladi. Pasha xonim do'nqaslab keladi. Uni neri ittirib etib yig'laydi. "Mavu paxshak meni ittirib yiqitibdi. Bu mening ocham emas. Sen mening singlim emas. U paxshak tos. Seni aralığını bir ko'ray. O'lmaydigan to'qir. Aralmas degan o'zim." Ikkisi bir-biriga qarab itiladi. Xalichxon yana ularni ochirdi. Aqchiqanim ularni erkiltib aldaydi. "Voy chiroyli qizlarim, dumulloq xonlarim, sizlarni degan Begzoda boyvachchilar oldi." Tumshuq bilan Zuhra tarafni ko'rsatib, "Anda qalandarning qizlarini arma olmaydi. Yig'lamanglar, uyga kirib o'yininglarni o'ynanglar." Ular dumsish uyga kirib ketadi. Sayil choyni ichib bo'lib, qo'llarini egiz ko'tarib, o'nlik ovozda duo qiladi. O'zini ta'riflab qolgan so'zlardan Xalchxonning gulqaqalari ichilib ketadi. Sayilni uzitib qo'yib, yana Aqchxonimning yeniga berib, yalpigishni qo'liga oladi. Yelp o'tirib uxlab qoladi. Aqchxonim uni noqib uyg'otganda yana yalpishga boshlaydi. Ammo so'ngga bormay yana mugdab qoladi. Aqchxonim ochiqlab o'rni turib, ichkariga kirib ketadi. Xalichxon orqasidan yuguraydi. Uyga kirib bo'lib, yenib chiqib, yalpigishni ilib, yana kirib ketadi. Oshxona uyidan Zuhraning mungluq naqsi anglab turdi. Lachin so'qqan to'shqonning jangalda uvasi bor. Biz g'irib yetimlarning bu yurtda nimasi bor? Xeyli vaqtgacha o'yliga hech kim chiqmaydi. Mungluq musiqa ovoz anglab turdi. Tuyuqsiz sirtin Sayilning varqirgan ovozi anglandi. "Xalichxon, hey Xalichxon, hey Aqchiqanim, suyuncha, xo'sh xabar elib keldim, suyuncha." Sayil ishda birdan turib, o'yladi, odam yo'qligini ko'rib, yugurib kirdi. "Hoy Xalichxon, Aqchiqanim, xo'sh xabarning cho'ngini elib keldim men." Xalichxon yugurib chiqdi. Arqadan Aqchiqanim bilan qizlarga chiqib, uyquliq ko'zlarini o'g'lab, hayron bo'lib qarashdi. "Hay, ittik bo'linglar, uyinglarga mehmon kelyapti. Mehmon bo'lganda mehmonning eng kattasi shahzodaning naq o'zi. Nökürlerini keyniga silib, uy qiz tanlab yurdi. Qo'lida bir pay oltin kesh bormish. Kimning qizining qutiga dal kelsa, shuni xotinli qolarmish. Lekin u shundoq bir kashmishki, egisini topmoqcha, asolikcha bir kimning qutiga dal kelmaymish." "Abla, rost shundoq ish bo'ptimi? Nimishqa bulduroq demaysin, ey qalandir. Qizlarim, bulunglar, chochlaringlarni tarab, uppa anglikni bo'lishiga surtib, tayyor bo'linglar. Ko'nglakning aq chiroyligini kiyib, ro'molning eslini ortinglar. Yiliqi oltin kashning bir peyi menda emasmi? Men uni elib chiqib, qizlarimning putiga bir amal qilay.
uyga kirib ketib, bir pay oltin keshni elib chiqadi. Oltin xonimning putiga taqlaydi. Kesh uning putiga yaqinmi kelmaydi. Orqadan Pasha xonimnikiga kiydirmoqchi bo'ladi. Uning putig'im patmaydi. Oqchi xonim g'azab bilan tovlaydi. "Hay halchak, mang yugur. Egakni elib chiq. Egakni." Halchixon egakni elib chiqib, qizlarning putini egaklashga boshlaydi. Oqchi xonim egakni uning qo'lidan tortib olib, o'zi egaklaydi. Qizlarning tapinni qon chiqib ketadi. Ammo keshga yanada batmaydi. Shu yerda u ishning qayqilgan ovozi bir muncha odamning paranglari anglandi. Ansarboyning chiroyli bir qizi bo'ladigan shahzodaga shu yarab qolarmikin? Oğuch xonimning qizlarimi bor? Ya shularning birarsi yarab qolar? Ishkni ichinglar. Hay, ishkni ichinglar. Shahzoda oliylar keldi. Oqchi xonim peshonasiga bir nishaplaqlaydi. Voy o'lay, bu yetim o'g'liqni unutib qoptiman emasmi? Ay Xalichxon, tez bo'l. Zo'rakni to'nirning ichiga yushirib qo'y. Ustiga eski bo'rni yepib ver. Xalichxon kirib Zo'rani oshxonadan so'rab chiqdi. Uni majburlab to'nirning ichiga solib, ustini qo'nib bo'rib bilan yepib qo'ydi. Ishik ichida shahzoda haybat bilan kirib keladi. Uning to'pa to'nlariga qadalgan go'harlardan bakrak chaqnab turadigan husni, hukmdorga xos tamkinligi bilan aql parasti ko'zlarini lol qiladi. Uy o'yildigilarning hammasi qo'l bog'lab ta'zim qiladi. Oqchi xonim supiga iysil ko'rpalarni silib, shahzodani o'tirishga taklif qiladi. Nökarlar bilan birga kelgan oq chashliq ikki ayolning biri qo'lidagi oltin kashni ko'rsatib, "Shahzoda oliylari mushu kashning egisini izlayotidi. Agar kash qaysi qizning putiga dal kelsa, kimning qizi bo'lishidan qat'iy nazar, shahzodam uni amriga olmoqchi. Bu oilaning qizlari bo'lsa, bu yerga chiqsin." deydi. Katakdagi xo'raz mekonlar cho'lib chiqadi. Kaptarlar uchib tushib, to'nirning atrofiga qo'nadi. Oqchi xonim avval oltin xonimni elib chiqadi. Ayollar kashni oltin xonimning putiga kiydirmoqchi bo'ladi. Har qancha qilsin patmaydi. Oqchi xonim yugurib kelib, o'zi kiydirmoqchi bo'lib, rosa bir kuchishiga oltin xonimning ro'mali tushib ketadi. U yer bu yerda bir nechta tuki dengib turgan besh ko'rinib qoladi. Xonim beshini changallab uyiga qochib kirib ketadi. Ikkinchi qatimda Pasha xonim siliq dasab o'ylaga chiqadi. Uning putimi kashga batmaydi. Oqchi xonim nima qilarini bilmay, pirqirab qizlari bilan Xalichxonni tillaydi. Xalichxonmi uning gap yondirdi. Shahzoda bilan nökarlar mangmoqchi bo'lishdi. Shu chaqda kaptarlar buqildab, to'qlar qaqaqlashidi. "Qo'q, qiz bu yerda, qo'q." Kaptarlar bo'rini tishlab, to'nirning og'zini ochmoqchi bo'ladi, ammo ocholmaydi. Xo'roz bilan mekyonlar to'nirning ustiga sakrab chiqadi. Xo'roz puti bilan to'nirni o'rib qo'yib, "Qiq, bechora qiz darhol chiq" deydi. Mekyonlarmi "Qo'q, qiz bu yerda, yushruqliq" deyishadi. Shahzoda bilan nökarlar to'xtab qolishadi. Nökarlardan biri berib kelib, to'nirning ustidagi bo'rni elbetdi va to'nirga qarab, "Shahzodam, bu yerda bir qiz bor ekan" deydi. Oqchashliq ayollar Zo'rani to'nirdan elib chiqadi. Shahzoda uni ko'rib to'nib oladi. Yeniga kelib, ahvol so'rab, mehribonlik qiladi. Oltin kash Zo'raning putiga qo'yib qo'yganda keladi. Shahzoda uning qo'lini tutib elib mangadi. Nökarlar, kaptarlar, xo'roz mekonlar tantana qilishdi. Oqchi xonim bilan qizlari yig'lashdi. Qalandar sapoyni chilib naqsh aytadi. "Men qalandar shohiman, Alloh, ya Alloh, kiydim ko'lahu, jandaman, Alloh." Assalomu suyimli qarindoshlarim, bugungi roman o'qishligi mishada oxirlashdi. Davomli diqqat bergaysizlar. Hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Rahmat.